Uyga kirgan zahotingiz o'zingizni tinch, sokin hayot bag'rida his qilasiz. Havo toza, daraxtlar soyasida shabadalar o'ynaydi. Bolalar hovlida kulib, yugurib, yurib o'ynashadi. Mana shunday manzara har kuni siznikiga aylanishi mumkin. Bu hovli 8 sotixli yerda joylashgan. Bir qavatli, 7 xonali katta oilaga juda ham mos. Ichkarida bitta, tashqarida yana bitta sanuzeli bor. Gaz, svet, suvda muammo yo'q. Kanalizatsiya tayyor, faqat ichkariga olib kirish qolgan xolos. Uy xom g'ishtdan sifatli qurilgan. Podvali bor. Uni saqlash joyi, ustaxona sifatida ishlatsangiz bo'laveradi. Ichkarida mehmonxona, 3 ta yotoqxona, bitta oilaviy xona, 2 ta bolalar xonasi, oshxona va alohida letniy oshxona joylashgan. Hovli esa haqiqiy rohat joyi. Olma, yong'oq va boshqa mevali daraxtlar, salqin soyalar, hayvon boqish uchun tayyor joylar, xullas hammasi yetarli. Narxiga egalari $140,000 so'rashyapti. Jihozlar bilan esa kelishamiz deyishdi. Manzili Farg'ona shahar, Tekstil, Zumrad ko'chasi 19-uy. Egalarining raqami shundoqqina ekraningizda turibdi. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. O'zingiz olishingizni tavsiya beraman. Har bir hovlining o'z egasi bo'ladi. Ehtimol shu joyning egasi endi siz bo'lishingiz kerakdir. Kelib ko'ring, joyini ko'z bilan ko'rgan odam ko'ngil bilan tanlaydi. Shunaqa o'zbekona zo'r xonadonni kimga ilinsangiz, barchasiga ulashib jo'natib qo'ying.